Davlat madhiyasi bu shu yurtning har bir farzandi uchun g'urur baxsh etadigan yangi marralar va muvaffaqiyatlarga ruhlantiradigan kuch. Buxoro viloyat taekvondo ITF federatsiyasi tashabbusi bilan tashkil etilgan Buxoro viloyat chempionati ham davlat madhiyasi ostida start oldi. Ta'kidlash lozim, bugunga qadar federatsiya murabbiylari tomonidan yoshlarni taekvondo ITFga jalb qilish orqali mazkur sportni ommalashtirish va sog'lom, barkamol avlodni tarbiyalash, shuningdek yangi chempionlarni kashf etishda salmoqli natijalarga erishib kelmoqda. O'z navbatida yoshlarning taekvondo ITF sportiga qiziqishi ortib, ushbu yo'nalishlarda shug'ullanib kelayotganlarning safi ortmoqda. Navro'z bayrami munosabati bilan tashkil etilgan navbatdagi viloyat chempionati ham yosh sportchilarni qo'llab-quvvatlash, rag'batlantirish va navbatdagi nufuzli chempionatlarga saralash bosqichini o'tadi. Dastlab tili bo'yicha sportchilar mahorati baholandi va unda sportchilar taekvondo ITFdagi ko'plab usullar va harakatlarni aniq va to'g'ri bajarishlari baholandi. Chunki tili bu avvalo mazkur sportning asosi va mazmuni bo'lib, uni mukammal egallagan sportchi sparinglarda yaxshi natija ko'rsata oladi. Bu gal ham aynan shunday bo'ldi. Massogi yo'nalishida 7 yoshdan 16 yoshgacha bo'lgan yigit-qizlar o'rtasidagi bahslar qizg'in jarayonlarga boy bo'ldi. Bunda sportchilar o'z vazn toifalarida yakkama-yakka olishish va maxsus mashqlarni bajarish mahoratini namoyish etish borasida oyoq-qo'llarda zarbalar berish va zarba harakatlarini qayd etish bo'yicha musobaqalashishdi. Mashg'ulotlar davomida egallagan tajriba va mahoratlari ularni g'alabaga erishishlarida asqotdi. Qizg'in bahslarga boy tarzda o'tgan musobaqalar natijasida g'olib va sovrindorlar aniqlanib, diplom, medal va qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlanishdi. Rustamov Shohnur первое место. Поехали! Mazkur musobaqa joriy yilning mart oyi so'ngida o'tkazilishi rejalashtirilgan respublika chempionatiga sportchilarni saralashga xizmat qildi. Eng kuchlilar sifatida tanlanganlar poytaxtda o'tkaziladigan respublika chempionatida taekvondo ITFning shaxsiy massogi, masofaviy massogi va shaxsiy tul kabi yo'nalishlari bo'yicha o'zaro bahslashishadi.